Kasal odamni yuzi kasallarnikiga o'xshab boraverar ekan. Ya'ni yuzi tuzilishi, kasal, xasta ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Qovog'i osilgan, kayfiyati yo'q, bir joy og'rib turganini bildirib turadigan ko'rinishda bo'ladi. Va bu narsa takrorlanavergani sari o'sha bir xillik kasallik olib keladi-da, kayfiyatsizlik, stressda bular hammasi kasallik olib keladi. Va o'shanga mos bo'lganimiz sari kasallik bizadan chekinish o'rniga yopishib olar ekanda, ya'ni bizga. Yana o'sha bizani baxtsizligimizni hisobiga ham kasallikni hayotimizga tortib olamiz. Kasal insonlar o'zlari bu narsalarni yaratayotganligini tushunmasligi mumkin, lekin o'sha baxtsizlik, kimdandir xafagarchilik, atrofdan xafagarchilik orqali mana shu narsalarni shakllantirar ekan. Men kitobda o'qidim, bu narsalarni oldin ham bilardim. Biza agar kulishni to'xtatib qo'ysak, kayfiyatsizlikka qarab ketaversak, bizdan hech qachon kasallik ketmas ekan. Ya'ni yana bitta narsa, dorini ichib olib, sog'ayishini kutib o'tiradi deydi-da kitobda. Bu hech qanaqa ish bermaydi, chunki u yotib olib kasallik o'z-o'zidan ketishi, u davo berish haqida o'ylash, bu juda ham noto'g'ri narsa ekanda. Dorini ichib olgan odam, lekin tana esa unga mos emas. Kayfiyat yo'q, hafsalasizlik, bular kasallikni yo'qotmas ekan. Ya'ni dori unga yordam bermaydi. Qachon kasallik ketadi? Qachonki yuzimizda soxta kulguni chiqarganimizda. Ya'ni hech bo'lmaganda soxtadan boshlash kerak. Soxta kulish, ya'ni buni ekranlardagi emas, hayotda shu narsa. Uni qilish, kulib turish, baxtlilik bo'lish, u inson o'zini sun'iy ravishda bu narsalarni qilgandan keyin bu tabiiyga aylanadi. Tana esa mana shu sog'lom insonni ko'rinishiga qarab ketaveradi. Sog'lom inson nima bo'ladi? Baxtli, ko'rinish ham yaxshi. Tana esa, ha, men sog'lomman, men zo'rman, men yaxshiman deyishni boshlaydi va avtomatik tarzda bu tuzalishni boshlaydi. Ko'p hollarda kasallar o'zini ataydan ham, ya'ni o'zi bilmagan holda qiladi-yu, kasalim yaxshiroq bilinsin deb, voy og'ridi, u qildi, bu qildi deyishni boshlaydi, to'g'rimi? Bu esa yana ham u kasallik avjiga chiqishiga olib keladi. Buni to'xtatish kerak. Sog'lomman degan pozitsiyani qo'yish kasallikni o'zi chekinishiga yordam beradi. Buni o'tirib olib dori ichib sog'ayishini kutmaslik kerak. Uni biz tanada namoyon qilishimiz kerak. Kayfiyat orqali namoyon qilishimiz kerak. Sog'lig'imizni mana shu sog'lom inson qanaqa bo'lsa, o'sha sog'lom insonni ko'rinishini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi sog'lom bo'lishimiz uchun.